Salam qadirlik savodaşlar. Bugün biz yeni oqum İngiliztilining 15-16 dersini o'tamiz. Bugungi darsimizda eng muhim qilib o'rganadigan bir narsa bo'lsa, bizningki ismlarning ko'pligini yasash. Ismlarning ko'pligini yasash. Bu ingliz tilida intayin muhim o'rin turadigan grammatikal uqumlarning birisi. Chunki buni to'g'ri olmagan chog'imizda yoki to'g'ri ishlatilmagan chog'imizda bizningki so'zlash iqtidorimiz ham boshqalar so'zlagan chog'dagi anglash iqtidorimizga to'liq ta'sir ko'rsatadi. Bizning kursimizningki 8 oylik haqqi 45 yevro. Agar qatnashdiganlar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Agar yon qiladigan bo'lsanglar, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Dersning so'zliklari. Avval so'zlik qarab boqaylik, Birinchi so'z qarab boqaylik. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ya'ni biz tovush orqali so'zliklarni o'qiymiz, Bugundan boshlab hammanglar shu o'qilishga qarab o'qishni cho'qim o'zinglar mashq qilinglar. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? K. K ani qo'sak ka, sni qo'sak kas. Tqa ni qo'sak t, ni qo'sak tim, zni qo'sak timiz. Kas timiz. Unda bo'lsa urg'u keyning ustidagi, unda 5ni kuchli qilganmiz, customs. Customs degan tamojna degan gap, tamojna. Ya'ni bir davlatning chegarasini o'tgandik, ya'ni customs deymiz, tamojna. Ikkinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? G ekan. G-ga ni qo'shsak gir, gir. Olni qo'shsak girl, girl. Girl degan gap qizchaq degan gap. Ya'ni l aqs kelgan chaqda ol deb o'qildi-ku, girlga olni qo'shsak girl. Herkes girl emas, girl, qizchaq degan gap. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? O ekan. Ya'ni o emas, a emas, o. Ya'ni qachi, o. Anaga nima ekan? F ga. F-ga en qo'shsak f, a f. S-ga ni qo'shsak sir, a f sir, officer. Faqat bu yerda o'ni sal so'zlaymiz, officer. Officer degan gap officer, officer. Ya'ni soqchi, officer degan ma'noda, yoki bo'lmasa harbiy ishidagi officer, Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? D ekan. D-ga ni qo'shsak da, n-ga en qo'shsak ne, sh-ni qo'shsak nish. Danish, Danish degan gap Daniyalik, Daniyalik, Daniya tili degan gap, Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? F ga. Ikkinchi tovushi nima ekan? R-ga. R-ga an qo'shsak ra, n-ni qo'shsak ran. D-ni qo'shsak rand, friend. Friend. Friend degan gap og'ina. Ya'ni do'stmi deb qo'yamiz-ku, friend, Bizning eng burunqi gapimiz bo'lsa og'ina. Ya'ni og'a inidek odamlar degan gap, Ya'ni akufkidek odamlar. Friend, og'ina. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? N ekan. N-ga o ni qo'shsak no, r-ni qo'shsak nor. Anga nima ekan? W ekan. W-ni og'iz o'tirg'iga yig'ilib ishkanga childidi-ku, w ekan. W-ga e-ni qo'shsak we. Anga nima ekan? J ekan. J-ga ni qo'shsak j, ni qo'shsak jin. Norwegian. Unda esa bu yerga urg'u W-ni w ekan. Unda esa we-ni kuchli qildik emas. Nor-ni to'nalish to'g'ri kelgan unda esa. Norwegian. Norwegian. Norvegiyalik, Norvegiya tili degan gap. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? P ekan. P-ni qo'shsak pa. Ya'ni yuqori ilingan, pa. S-ni qo'shsak pas. Anga nima ekan? Ya'ni bir p ekan. P-ga o-ni qo'shsak po, r-ni qo'shsak port, ni qo'shsak port. Passport, passport. Passport degan pasport degan gap. Endi men ingliz tilida passport deydi, bo'laverdi, lekin biz Amerika ingliz tilini o'rganimizda shunga passport. Ya'ni urg'u 5 ekan, shuni keyin chiqib ketish kerak, passport emas, passport. Keyin chiqib ketish kerak. Passport degan gap. Keyingi so'zning birinchi tovushi ekan b ga, ikkinchi tovushi ekan r ga. R-ga a-ni qo'shsak round, ni qo'shsak round, brown. Brown degan qo'ng'ir ranglik degan gap, qo'ng'ir ranglik. Brown. Au chiqdi, Ma bu angliyliklar au chiqirdi, brown deydi. Amerikaliklar brown. Brown, qo'ng'ir rangli, qo'ng'ir rang. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? T ga. T-ga u-ni qo'shsak to. Angliylikga r-ga. R-ga e-ni qo'shsak re, s-ni qo'shsak res, t-ni qo'shsak rest. To rest, to rest. Endi buni men u-ni odat ingliz tilida uyga o'xshaylaymiz, uy, uzumlik uyga o'xshash. Tourist, tourist. Tourist degan gap sayohatchi degan gap, tourist. Mana bu diqqat qilinglar, agar uyni o'xshab qo'ysanglar, terrorist bo'lib qolsa, terrorchi bo'lib qoldi,
tourist, tourist degan gap, ya'ni sayohatchi. Endi bu teksti bor, lekin bizning so'zlikda yo'q, ikki so'z bor. Shuni o'rganib o'tamiz. Birinchi so'z qarasanglar, birinchi so'zning birinchi tavsiyam ekan, vahqa i'ni qo'shsak we degan biz degan gap, biz. İkinci sözün birinci tavuşı neymi ekan? Qo'shma suq tavuş au ekan. Auga i'ni qo'shsak our. Night zalsizlar our degan bizning degan gap, bizning. We degan biz, our degan bizning. 15. dərsning butkul sözlüklərini o'qilishi. Customs, tamoyna, girl, qizchaq, officer, Danish, danilik, daniyatli, friend, og'ina, do'st, Norwegian, norvegiyalik, norvegiyatli, passport, brown, qo'ng'iranglik, tourist, sayohatchi. Customs, girl, officer, Danish, friend, Norwegian, passport, brown, tourist. 15. dərsning sözlükdə berilgan ikki so'zi va buni o'qilishi. We, biz, our, bizning. We, our nag'an chaqda cho'qimni tiz alsa our. Night tiz chiqdi our deb chiqarsangiz bo'ldi. Endi 13. dərsning tekstini qaranglar. Tekstni ko'rishdan burun sizlarga intayin muhim bir narsa bor. Ya'ni bu tekstda ismlarni ko'plik yasash usuli bor. Ham bu grammatikani men ayrim video qilib chiqarib qo'ydim. Ya'ni ma'ni ko'rib bo'lgandan keyin cho'qim ayrim videoni ko'ranglar. Ya'ni tekstni ko'rishdan burun ko'rsanglarmi eng yaxshi shu. Tekstni ko'rishdan burun ko'rib, videoni ismlarning ko'pligini qanday yasaymiz, qanday o'qiymiz deganni shu bizning yondashma sin darsimizdan anglasanglar bo'ldi. Bu bugungi darsdagi ismlarning ko'pligini yasash ham o'qish usuli intayin muhim. Mayli ingliz tilida so'zlaylik, mayli boshqalar so'zlaganini anglab tushunaylik, bu intayin muhim. Shunglashqa bugungi darsningki grammatik qismini ayrim kurslar intayin yaxshi ko'rmasanglar bo'lmaydi. Endi biz bugungi darsimizga tekstga qarab boqaylik. Aytizli bir tarjima qilib, keyin grammatikalik nuqtalarni o'tkazib yetib, aldirmay tarjima qilamiz. Bir 4 sayohatchi bir tamoynadan o'tadigan boshda o'tgan, shu tamoynadagi saqchi xodim bilan bularningki giparsit gap ekan, Ya'ni demakchi boshda chiqqancha tamoynada qanday savollar so'raldi yoki qanday tekshirishlar bo'ldi demakchi. Customs officer degan gap, ya'ni tamoyna officer, tamoyna saqchisi degan gap. Tamoyna saqchisini deb so'rabdi sayohatchilardan, are you Swedish? Sizlar shvetsiyalikmi debdi. No, we are not. Yo'q, biz emas. We are Danish. Biz daniylik deb javob beribdi ular. Are your friends Danish too? Sizningki do'stlaringiz daniyalik mu? Sizning do'stlaringizmi daniyalikmi dedi. No, they aren't. They are not'ning qisqartirilmasa, are not'ning qisqartib aren't deb asan bo'ldi. No, they aren't. Yo'q, ular emas. They're Norwegian. Ular norvegiylik. Your passports please. Sizning pasportinglar hapılmay. Ya'ni demakchi your passports please degan gap hapılmay. Pasportingni ko'rib baqsam demakchi, Here it is degan gap man eling tutung degan gapdi-ku. And here they are degan gap man eling tutung degan gap, lekin qo'limizda birdinchi narsa bo'lgan sharoitda man eling tutung degan chaqda here they are deymiz, Here they are man eling tutung deydi. Are these your cases? Ya'ni demakchi bular bo'lsa sizningki chamadonlaringizmi? Cases degan gap case chamadonning ko'pligi, Bu ko'plikni bizningki ayrim shu grammatik darsida bor, shunda anglasanglar bo'ldi. Cases degan gap chamadonning ko'pligi, ya'ni chamadonlar. Are these your cases? Ya'ni bular sizlarning chamadonlaringlarmi? No, they aren't. Yo'q, ular emas. Our cases are degan bizning degan gap. Our cases bizning cases chamadonlarimiz are bo'lsa brown. Bizningki chamadonlarimiz bo'lsa qo'ng'iranglik. Here they are. Ular mana. Ko'rang mana. Mayada dedi. Are you tourists? Sizlar sayohatchilarmi? Ma tourists degan gap sayohatchi deganing ko'pligi, Are you tourists? Sizlar sayohatchilarmi dedi. Yes, we are. Biz sayohatchi.
Are your friends tourists too? Sizningki dostlarınız mı seyahatçi mi deydi. Yes, they are. Ha, ular mı seyahatçi? That's fine. Ha, unda da boptu. That's fine. Undaqda yaxshi demekçi. Ha? Yani başqa xizmet kelgen bolsa, onunğa alayda nimkide emasmi? That's fine. Undaqda boptu. Thank you very much. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizga ko'pdan-ko'p rahmat. Endi tekstdagi, ya'ni ismlarning ko'pligidan bo'lak bir necha grammatikalik nuqtalar bor, shuni ko'rib o'taylik. Eng oldin bilan are you Swedish? Sizlar shvetsilik. Nima uchun men sizlar deb tarjima qilyapman bu yerda? Bu yerda qarasanglar, rasmga qarasanglar bir necha namga. Shunga bu yer you degan gap nimani ko'rsatgan? Bir sen emas, sizlar deganning ma'nosi chiqdi ekan. Endi men you ni o'tgan chaqdim degandim, you degan gap, ya'ni y deb qo'yamiz-ku, y. Y degan gap yani sizler özleri sizler göz altımızdaki adamın birlik olsun köplik olsun yığın işletkil buldu. Anondikin bunun ma'nosini ve çıkıdı siz bolsanız, sizler bolsanlar. Sizler bolsanlar degan ma'nosi chiqdi. Endi xo'sh, unda bo'lsa, men zodi sizlar da atamdimi, siz da atamdimi, buni qanday uqaman unda bo'lsa. Yani bu yerda men sizlar yoki siz, yani bir odamga yoki ko'p odamga so'zlar aytganimni keyingi kelgan ismning birlik ko'pligidan bilaman. Masalan, are you Robert? Siz Robert mu desam, Robert degan birlam odam shunaqa, unda bo'lsa, men siz deb bir odam to'g'riliq so'z aytibdiman. Are you Robert? Siz Robert mu degan gap. Endi are you students? Are you students? Sizlar o'quvchilarmi? Students degan gap studentning ko'plik shakli, Are you students? Yani sizlar o'quvchimi desamchi, unda vaqtida men sizlar deb ko'p odam to'g'riliq so'z aytgan bo'lmayman. Buni qanday o'qidim? Students. Keyindagi o'quvchilar degandan o'qidim. O'quvchilar ko'plik kelgankim, mening da'vatgan are you deganim sizlar bo'lsanglar degan gap bo'lgan. Ya'ni demakchi you are degan gap sen bo'lsang degan ma'noni berdi, sizlar bo'lsanglar degan ma'noni berdi. Buning siz bo'lsangiz yoki sizlar bo'lsanglar deb birlik delindimi, ko'plikdan buni bilish uchun biz nimaga qaraydi ekanmiz? Ya'ni keyingi ismning birlik ko'pligiga qaraydi ekanmiz. Masalan, are you students? Sizlar o'quvchilarmi desamchi, vaqtida o'quvchining ko'pligini ishlasam, men bir necha odam gap qilgan bo'lgan, birdan jiq o'quvchiga. Agar keyingi ism birlam bo'lsa, are you Robert? Siz Robertmi desamchi, bir odam gap qilgan bo'lganman. Bu shunday diqqat qilsanglar bo'ldi, Ya'ni are you yoki you are siz bo'lsangiz yoki sizlar bo'lsanglar datamdimi, siz bo'lsangiz datamdimi buni bilish uchun biz uning keyingi ismning birlik ko'pligiga qarayotganmiz ingliz tilida. Uyg'ur tilida sizlar bo'lsanglar, siz bo'lsangiz deymiz-ku, ingliz tilida o'xshashlar you are deb oldi. Shunlashqa buningki sizlar bo'lsanglar degan gap bu yoki siz bo'lsangiz degan gap buni bilish uchun faqat keyingi ismning birlik ko'pligiga qarayotganmiz. Keyingi ism birlik bo'lsa, nima siz bo'lsangiz deb gap qilayotgan bo'lganman. Agar ko'plik bo'lsa-chi, sizlar bo'lsanglar deb gap qilayotgan bo'lganman. Endi ikkinchi grammatikalik nuqta, here it is. Here it is biz buni o'rganib olgan, men eling tuting degan ma'nosi bor. Endi bugun tekstim deb chiqibdi, here there. Men eling tuting degan ma'nosi bor. O'xshash ma'nosi bor. Lekin buni qanday farq qildi? Here it is degan gap qo'limizda bir tanlam narsa bor. Men eling tuting degan chaqda yoki mana eling degan chaqda here it is bo'l. It is degan bir narsani ko'rsatadi. Here they are also here they are degan gap qo'limizda bir necha narsa bor. Bir necha narsani men eling tuting yoki mana degan chaqimizda lekin biz here they are. Yani qo'limizda bir narsa bor, bir odam bermoqchi bo'lsak, mana eling, men eling tuting degan ma'nosi chiqadi. Bir tal narsa bo'lsa here it is, agar ko'p narsa bo'lsa here there, And that's fine degan nimani gapga, u intayin yaxshi, undaqti yaxshi bo'ladi, ma'qul degan ma'nolar chiqadi, That's fine degan gap, bo'pti undasa. Yaxshi bo'ldi, shunday bo'lsin degan ma'nosi chiqadi. Endi 3-chi grammatikalik nuqta nima ekan? Are you tourists? Are you tourists? Nereden kelib qolibdi? Sizlar sayohatchilarmi, sayohatchimi deymiz-ku. Endi Uyg'ur tilida sayohatchilarmi deb jumlaymiz. Uyg'ur tilida sizlar sayohatchimi deymiz, Ingliz tilida sizlar sayohatchilarmi deb oldik. Chunki sayohatchilarning ko'pligini ishlatish to'g'ri kelgan. Uyg'ur tilida emas, Are you tourists? Sizlar sayohatchimi degan gap. Buni kelish manbasini deb ketay, sizlar hozir ustulab ketdinglar bu ishlarga, lekin bunda savol jumla yasash, alohida so'roq jumla yasash xususida, lekin shunday bo'lsa bir deb o'tishni loyiq topdim.
You are tourists. Sen bepilen kelgan jumlaning tartibi uyg'ur tiliga o'xshashdi. Undan olsa, you degan sizlar. Are bo'lsanglar tourists. Sizlar bo'lsanglar sayohatchi. Ham buni savolga aylantirish faqat kesim bilan are'ni oldiga chiqarib bersamla bo'ldi ekan. Shunaqmi? Undan olsa, are you tourists? Sizlar bo'lsanglar sayohatchimi degan gap. Faqat bepilen oldiga chiqarib bersak nima bo'lgan ekan? Ingliz tilida savolga aylandi ekan. Ham tekstni bir tarjima qilib aytaylik. Are you Swedish? Sizlar shvetsiyalikmi degan gap. Sizlar shvetsiyalikmi? Chunki bu yerda rasm qarasanglar bir nechadan bor ekan. Agar ko'z oldimiz bir taladan bo'lsa, yana are you Swedish deyishik bo'ldi. Siz shvetsiyalikmi? Shunaqa. Endi bu shu biz gap qilayotgan sharoitga shartga boqib buning tarjimasi o'xshamaydi, No, we are not. Yo'q, biz emas. We are Danish. Biz danilik. Biz bo'lsak danilik. Shunaqa. Are your friends Danish too? Sizning do'stlaringizmi danilikmi deydi. Unda buning asli shakli nimati? Your friends. Sizning do'stlaringiz are bo'lsa Danish. Danilik too. Yani sizin dostlarınız mı danilik deyen gapti. Hem de İngiliz tilida kesim pilini aldığı çıkarırsak sualga aylantı. Onda olsa kesim pilini imkan bir yerde are bolsanglar. Şunağı are'ni aldığı çıkarırsak are your friends Danish too? Sizin dostlarınız mı danilik mi deyen gap. No, they aren't. Yo'q, ular emas deydi, ular emas deydi. They're Norwegian. Ular bolsa Norvegilik. Your passports please. Hapımay pasportlarını bəsənlə, həm də bir iş, görəb qay deyin gep yox. Your passports, please. Pasportlarını deyimiz qoy, uyğur tildim oxşaş, Here, there, mana ula, mən elin tutun deyin gep. Bununkin birinci nəsək işiltimiz, bunu grammatik noktasında dəp oldum. Are these your cases? Bu sizlərin çamdallarınlarmı? Qaranlar mənə diqqət qıtıb baxsanlar, cases dep elavadı mə. Neyim üçün case deyen gep, çamdan deyen gepdi? Bunun köplük ağancaqda case'a iz qoşulab qaldı. Biz grammatika ne ayrım bir video qıldım dedim. Şunun qarsanlar, şundan çıxıdı. Neyim üçün bu tələppüz bundan çıxıdı. No, they aren't dedi. Yox, ular emas. Ular bizdən emas deməkdir. Our cases are brown. Our deyen bizning deyen gap. Sözlükte bu sözlük verilmeptike ben qo'shab qo'ydim. Our cases bizning çamdalarımız are bolsa brown. Qo'ng'ir ranglik. Here there. Mana bizning, mana ko'rib qarayna. Mana qo'limizda, yakmish ko'z oldimizda ekan, Mana bizning çamdalarımız, bizning çamdalarımız bolsa qanday deydi? Qo'ng'ir ranglik. Are you tourists? Sizlar sayohatchimi? Sayohatchilarmi deydi ingliz tilida. Uyg'ur tilida sayohatchimi deymiz go? Yes, we are. Biz sayohatchi. Are your friends tourists too? Sizning do'stlaringiz mi sayohatchi mi deydi. Yes, they are. Yani are you degan ki they are. Ular bo'lsa, they are tourists degan gapdi-ku. Ingliz tilida o'tgan degandek, buni qisqartib o'tadiganmiz. They are tourists emas. Yes, they are. Ular. Shu. Ular sayohatchi. That's fine. Undaqda bo'pti degan gap. Undaqda bo'pti. Thank you very much. Sizlarga ko'p rahmat. Hem tekstni o'qilishi qarab qo'yaylik. Tekstni o'qilishda biz davomli qilib kelayotgan o'xshash, intayin asti bir o'qib ko'rma, normal bir o'qib ko'rma, tiz bir o'qib ko'rma. Sizlar mashq qilgan chaqda ash bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they aren't. They are Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. Tekstning normal o'qilishi. Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they aren't. They're Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. Are you Swedish? No, we are not. We are Danish. Are your friends Danish too? No, they aren't. They are Norwegian. Your passports, please. Here they are. Are these your cases? No, they aren't. Our cases are brown. Here they are. Are you tourists? Yes, we are. Are your friends tourists too? Yes, they are. That's fine. Thank you very much. 16. dersin sözcükler qarab baxaylı.
Birinci sözün birinci tavşan ekan, ekan. Erga ani qo'sak ra, shni qo'sak sh, ni qo'sak shin. Russian. Endi bu yerda urg'u 5 ekan, shunga 5ni kuchlik, oxirini tuvan olamiz. Russian, Rossiyalik degan gap. İkinci sözün birinci tavşan ekan, d ekan. D ani qo'sak da. Aykin ekan t bilan sh kelsa ch deb o'qiydiq-ku. Undan sonra dağa ni qo'sak Dutch. Dutch. Dutch degan Gollandiya tili degan gap. Ama sözün birinci tavışı demekken, bular degenin birinci tavışı tilini tişligen z eken. Z'ga i'ni qo'sak z. Anik adetki z eken, ondan sonra z'ga adetki z'ni qo'sak these. These degen gap i'ni sözümüz, bular degen gap. Yani yenimizde bağ bo'lgan birdinci narsani these deymiz, bular. Keyin sözün birinci tavışı demekken, erken. Ergani qo'sak ra, dehni qo'sak red. Red degan qizil degan gap, qizil. Oldingi saytdan bir o'rganib bo'lgan buni. Ma dars chiqibdi, oldingi sayt chiqib bo'lgan narsa. Red degan qizil degan gap. Ma so'zning birinchi tavsiya ekan g ekan. Keyin tavsiya ekan erga. Ergani qo'sak gray, gray. Gray degan gap kulrang degan gap. Kulrang, gray, kulrang. Anikin keyin so'zning birinchi tavsiya ekan yikan. Yig'ani qo'sak ya. Anikin ekan lga. Lga o'ni qo'sak, yani qo'shma so'z tavsiya o bilan uni o deb o'qiydiq. Yellow. Yellow degan gap seriq degan gap, seriq. Yellow. Va so'zning birinchi tavsiya ekan bihkan. Ikkinchi tavsiya ekan lga. Lgani qo'sak black. Qo'sak black. Black degan qora degan gap, qora. Qora rangli, qora. Keyin so'zning birinchi tavsiya ekan o ekan. Ya'ni o emas, a emas, o. Ikkisini o'tirishga tavsiya ekan. O'ga erni qo'sak or, e'ni qo'sak oren, ni qo'sak oren. Aqsiga tavsiya ekan d bilan j kelsa j deb o'qiydiq-ku, orange. Orange. Ya'ni bu yerda urg'u 5 ekan, ham qanaqa qilganmiz? O'ni so'zda ekanmiz. Undan so'ng orange. Keyin chiqib ketish kerak, orange. Orange degan gap birisi apelsin degan ma'nosi bor, ya'ni birisi apelsin ranglik degan ma'nosi bor. 16. dersning bütün sözlüklerini o'qilishi. Russian, Rossiyalik, Dutch, Gollandilik, Gollandiya tili. These, bular, red, qizil, gray, kulrang, yellow, seriq, black, qora, orange, apelsin, apelsin ranglik. Russian, Dutch, these, red, gray, yellow, black, orange. Hem 16. dersning tekstga qarab o'qaylik. Tekstda birinchisi so'raydig'ini, ular Rossiyalikmi degan savol shakli ekan. Ikkinchisi, "O kitoblar sizningmi?" desa, "Yo'q, u mening kitoblar, u kitoblar mening emas, mening kitoblarim maranglik" degan savol shakli ekan. Men bir o'qib bermay, shu bo'yicha o'rganib bilmaganlaringni ayrim yoki bizning to'pimizda so'rsanglar bo'ldi, Are these Russians? Bular Rossiyalikmi? Are these English? Bular İngilizlarmi? Are these American? Bular Amerikaliklarmi? Are these Dutch? Bular Gollandiyaliklarmi? Are these Russian? Are these English? Are these American? Are these Dutch? En keyingi savol shakllangan, are these your? Bular sizning bir narsalaringizmi? What color are your? Sizningki bir narsangiz qaysi rangda? Biz bu grammatika qurilmasini biz nayt ko'p mashq qilyapmiz. Sizlar bilasizlar, buni ko'p tushuntirishning hojati yo'q. Undan so'ng bir nechasini beribdi-ku. Are these your books? Ya'ni bular sizning kitoblaringizmi? What color are your books? Sizning kitoblaringiz qaysi rangda? Hem cevap bergen çağımda hep cevap veripti. No, these are not. Bular emas. Our books are red. Bizning kitaplarımız qizil rangda. Endi qolgan ostida berilgan so'zliklarni, ya'ni mesela oq ko'nglar, grey coats, yellow jackets deganlarni mush bo'yicha o'zingizlar ko'plab mashq qilishingiz kerak, chunki shunaqa chaqda muskullaringiz bo'shaydi. Men bir qatim deb turmay, shu bo'yicha o'zingizlar ko'plab mashq qilishingiz kerak, Og'zingizlar ishtikildi o'shnalar. Birinchi shirts ekan. Are these your shirts? No, these are not. What color are your shirts? Our shirts are white. Are these your coats? No, these are not. What color are your coats? Our coats are gray. Are these your tickets? No, these are not. What color are your tickets? Our tickets are yellow. Are these your suits?
No, these are not. What color are your suits? Our suits are blue. Are these your hats? No, these are not. What color are your hats? Our hats are black and gray. Are these your passports? No, these are not. What color are your passports? Our passports are green. Are these your umbrellas? No, these are not. What color are your umbrellas? Our umbrellas are black. Are these your handbags? No, these are not. What color are your handbags? Our handbags are white. Are these your ties? No, these are not. What color are your ties? Our ties are orange. Are these your dogs? No, these are not. What color are your dogs? Our dogs are brown and white. Are these your pants? No, these are not. What color are your pants? Our pants are blue. Are these your cars? No, these are not. What color are your cars? Our cars are red. Are these your dresses? No, these are not. What color are your dresses? Our dresses are green. Are these your blouses? No, these are not. What color are your blouses? Our blouses are yellow. Qadrli savodashlar, mushtamlar bizniki 15-16 darsimiz oxirlashdi. 15-16 darsimiz ichidagi muhim grammatikalarning birisi bo'lgan ismlarning ko'pligini yasash va o'qish usuli bizniki ayrim grammatikasini ko'rinish darsimizda uni intayin yaxshi ko'ringlar. Chunki ismlarning ko'pligini yasash va o'qish bo'lib talaffuzini chiqarish intayin muhim. Bu bevosita sizlarningki so'zlash qobiliyatingizga ham boshqalar so'zlagan chaqda anglab tushunish qobiliyatingizga ta'sir yetkazadi. Shuningdek, bu qarmoq sal murakkabda ko'rindi, lekin unchalar murakkab emas. Bir necha qatim ko'rgandan keyin biz bir ishqay mashqandan keyin buni aytdi yaxshi bilib ketisizlar. Ya'ni talazonlar o'lchamlik chiqadi, anglab tushunishda bo'lsin, so'zlashda bo'lsin, intayin yaxshi bir saviyaga yetishda bu intayin muhim. Hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bizning mashq darsimiz yana burunqidek yakshanba kuni soat 7 dan 8 gacha olib berildi.